Assalomu alaykum. Ushbu videoni tomosha qilayotgan barchaga. Bugungi videomiz har doimgidan o'zgacha bo'ladi. Mening kundaligimdagi hech bir stiker shunchaki qo'yilmagan. Videoni oxirigacha qo'ying, nega aynan shu stikerlar tanlanganini bilib olasiz. Ushbu stikerlar kundalikka yoziladigan iqtibosga mos tarzda tanlangan. Masalan, birinchi yopishtirilgan o'rindiq sabr, xotirjamlik ma'nosini bildiradi. Keyingi qog'ozdagi chiziqlar suroat ko'prigini, ya'ni u qanchalik nozikligini bildiradi. Havo shari va ichidagi gullar namozdan keyin inson qalbida yuzaga keladigan yengillik va poklikni ifodalaydi. Xuddi gullardek ochilib, osmon sari parvoz qiladigan holatni eslatadi. Kichik yozuvli stiker esa Yaratgan tomonidan taqdirimiz yozib qo'yilganini eslatadi. Kitob stikeri Qur'onni bildiradi. Gullar namozni anglatadi. Inson namoz o'qigan sari qalbi nafis gullar kabi ochiladi. Pushti rangli daraxt esa jannatni anglatadi. Sham esa suroatda qo'limizdan tutib turuvchi nur degan ma'noni anglatadi. Yozuvli stikerlarda oila deb yozilgan. U do'st ma'nosini bildiradi. Endi esa iqtiboslarni to'liq variantini ko'rishingiz mumkin. Bu iqtiboslar Baxt Allohga nomli kitobda olingan.